Doktor mümkünmü? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tavaxonalar muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshimisiz? Medkompleks klinikasining ichida endi bu ikkinchi lo'rxonamiz. Hava. Toza lo'rxona. Bemorlar soni ko'payganligi munosabati bilan ham ularni tez qabul qilib, ishini yengillashtirish maqsadida ochildi bu lo'r kabineti. Yana Instagramdan ko'pchilik obunachilar baribir ko'rib kuzatib o'tiradi. Shu sohalar bo'yicha hech qanday bir chegirma, qulayliklar, imkoniyatlar yo'qmi ekan deb. Operatsiya yoki ko'riklarda chegirmalar bormi hozir? Bor chegirma. Ko'riklardan 50% chegirma, operatsiyadan 30% chegirma qo'yganmiz. Endi hozir xalqimiz operatsiyada 30% chegirma ichini nima giradi ekan deb so'rasalar, nima deb javob beramiz? Bu masalan, burun to'sig'ini qiyshayishini to'g'rilash operatsiyasi, ya'ni septoplastik operatsiyasi. Yana 30% chegirma. Buning ichidan nima giradi? Bir kun yaxshi, dori-darmon, narkozi, operatsiyadan keyingi bog'lar hamma shuning ichidan kizitganmiz. Masalan, septoplastik operatsiyasi 4,5 million so'm. 3 millionga tushirdik. Bir muhim joyi bor, bu faqat Instagram orqali ko'rib yozilib kelgan bemorlarga amal qiladi.